Assalomu hurmatli do'stlar. Bugun biz Bo'ron zapravkada 200 kvadrat hovuzamiz sotib qo'yilgan ekan. Shuni obzorini ko'rsatib beramiz. Tok, gazdan mamma yo'q. Suv svet hammasidan. Eshiklarimiz obshib ketilgan eshiklar qo'yilgan. Tayyor eshiklardan. Двойной zamonaviy yaxshi eshiklardan qo'yilgan do'stlar. Girganimizda o'ng tarafimizda rafineramiz. Registr tashab o'tilgan. Uzinasi 10 metr, bunyasini 3,5 tushgan dalonimiz. Avtomatlarimiz birinchi, ikkinchi etajda odдельно tashab o'tilgan do'stlar. Girganimizdan chap tarafimizda zalimiz ham ramkalar uzatilgan do'stlar. Zamonaviy remontda elektrik patologlarimiz ham figurativ uzatilgan. Lesiz salamiz quyma lesiz sala obshib ketilgan do'stlar. Bu yerda ikkinchi xonamiz spalnimiz bo'ladi. Spalnimiz mo'ysha bo'yladan qo'yilib, taxlangan lyustrolar ham yaxshisidan qo'yilgan do'stlar. Eshiklarimizni minimaliya boshatamiz. Eshiklar ham yaxshisidan qo'yilgan do'stlar. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak do'stlar, namiz kuxnyamiz bo'ladi. Akfalarimiz yine her bir to'sish uchun odдельно avtomatlar qo'yilgan. Mebellarimiz qo'yilib, tayyor holatda. Pollarimiz laminat pol etilingan do'stlar. Berimizda yine nastenlik katyolar ham qo'yilib tayyor holatda. Akvaplast chanalar qo'yilgan, eshiklarimiz yaxshi sifatli eshiklardan qo'yilgan do'stlar. Doğru o'tsak, birinchi etajda salonimiz bo'ladi. Da patolka kafilatilgan do'stlar. Ko'rib turganlaringiz patoloklari plastikdan qo'yilgan. O'shaning tayyor holatda. Endi do'stlar ikkinchi etaj bilan tanishtirib o'tamiz. Bog'imizni ko'rsatib o'tali. Bog'imiz ham tayyor holatda shuning ketda tushgan, burchakchalar urilgan. İkinci etajga chiqarish lesini salonimiz aytganimizdek yopishib ketib uzatilgan ustidan quyma. Devorlarimiz mo'y shaboydan taxlangan. Chiqqanimizdan shunday bir qo'l tushgan do'stlar. Bu yerda ikkinchi etaj uchun avtomatlar tashab o'tilgan. Bu yerda zalimiz ham tayyor holatda. Bu yerda spalnimiz bo'ladi. Spalnimiz ham shunday ko'rinishda do'stlar. İkinci spalnisini gösterip o'tamiz. Bu yerda ikinci spalnisi ham shunday ko'rinishda do'stlar. İkinci etajda sanuzini gösterip o'tamiz. Patolka kafilatilib, dushoga yetib qo'yibdilar. Pulga to'xtalib o'tsak, bu hovuzlarimizda $82,000 turibdi. Ozgina qaytadan berib do'stlar. Kelsangizlar gaplashib kelish bo'laverasizlar. Keyingi roliklarda görüşünce xayr.